aytdi. Bu men o'ylagandek oddiy massajchilik emasdi, balki fohishalik edi. Har kuni erta tongdan Nina qo'ng'iroq qilar, yuvinib, taranib maxsus yollangan taksida shahar chetida joylashgan saunalardan biriga yo'l olardik. Assalomu alaykum azizlarim. Sizlarni yana g'oyibona ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, azizlar. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan hayratlanarli hayotiy voqealarimiz sonidan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Hikoyani oxirigacha tinglang va o'zingiz xulosa chiqaring. Marhamat. Men ham barcha ayollar singari chiroyli kiyinishni, yaxshi yashashni esimni taniganimdan beri orzu qilardim, ammo bu niyatlarimni amalga oshirish uchun pul zarur edi. Qo'limda tayinli hunarim bo'lmaganidan boshimni qayerga urishni bilmasdim. Maktabni bitirganimdanoq ota-onam birinchi kelgan sovchilarga rozilik berib yubordi. Tushgan oilam bizdan ko'ra badavlatroq edi. Shu narsa uyimdagilarga juda xush kelgandi. Ammo xalqimiz bejizga tengi bilan tezak qopi bilan demagan ekan. Oilamda meni hech kim, hatto erim ham mensimasdi. Men ularga faqat cho'ri edim. Keyinchalik bilishimcha, erim turmushidan ajragan bir juvon bilan yashar, menga esa nomiga ota-onasining xizmatini qilish uchun uylangan ekan. Ertadan kechgacha qo'lim ishdan bo'shamas, yana ora-orada erimning ham tepkisini yerdim. Endi homilador bo'lganimda navbatdagi tepkidan homilamni yo'qotdim. Pichoq borib suyakka qadalgandan keyin ota-onamning uyiga qaytib keldim. Ammo bu yerda ham taskin topmadim. Chiqqan qiz chig'iriqdan tashqari deganlari rost ekan. Qaytganim ota-onamga ham yoqmadi. Kelinoyimning qovog'i ochilib, labiga tabassum yugurishi uchun ertadan kechgacha tinim bilmasdim. Biror joyga ishga kiray desam, na diplomim, na biror hunarim bor. Shunday kunlarning birida chet elga borib ishlab kelgan qo'shnimiz Xolnisa opa jonimga oro kirdi. Xolnisa opa pul topish uchun ko'rsatgan qahramonliklari haqida og'iz ko'pirtirib gapirganida unga havasim kelib, ko'nglim sus ketdi. Xolnisa opa u joylarning jannat ekanini, hatto oddiygina massajchilar ham malikalardek hayot kechirishini aytib, agar men ham borsam, yaxshigina pul topishim mumkinligini aytdi. Massajchilik qo'limdan kelmasligini aytgandim, bu men o'ylaganchalik qiyin emasligini, xohlasam bir pasda o'rganib olishim mumkinligini tushuntirdi. Shundan keyin ko'nglim joyiga tushib, qaysi yo'l bilan bo'lmasin pul topsam bo'ldi deb o'yladim. Agar yana chet elga borsangiz, meni ham olib keting. Hamma shartlaringizga roziman. Pul ishlasam bo'ldi dedim Xolnisa opaga. Gaplarimdan u quvonib ketdi. Birorta qizni ergashtirib borsa, tanishlari mukofot puli berishi u paytda hali menga qorong'u edi. Mayli, o'zi qaytish uchun chipta olmoqchi bo'lib turgandim. Seni birga olib ketaman. Hoynahoy puling bo'lmasa kerak. Ikkalamiz uchun chiptani o'zim olaman. Borgandan keyin pul ishlab topsang, surishib ketarmiz dedi Xolnisa opa. Shunday qilib, Xolnisa opa bilan birga chet elga bordik. Qo'nganimizda uning Nina ismli tanishi bizni kutib olib ijara uyiga joylashtirdi. 1-2 kunlik hordiqdan so'ng Xolnisa opa xizmat faoliyatini boshlash vaqti kelganini aytdi. Bu men o'ylagandek oddiy massajchilik emasdi, balki fohishalik edi. Avvaliga Xolnisa opaga hech qachon bu yo'lga kirmasligimni, orqaga qaytib ketishimni bildirdim. Orqaga qaytaman deysanmi? Qaysi pulingga ketmoqchisan? Avval mendan olgan pulingni to'lab qo'y, dedi u o'shqirib. Nomusimni sotib pul topgandan ko'ra o'lganim ma'qul dedim men o'pkam to'lib. O'lging kelayotgan bo'lsa o'laver. O'liging ko'chada qoladi. Bu yerda senga hech kimning rahmi kelmaydi, dedi Xolnisa opa sovuqqonlik bilan. O'lish men o'ylaganchalik oson ish emas ekan. Qo'limga arqon olishga oldim-u jon shirinlik qildi. Jur'at qila olmadim. Shunday qilib taqdirimga tan berdim. Avvaliga qilayotgan ishimdan nafratlangan bo'lsam, bora ko'nikib ketdim. Har kuni erta tongdan Nina qo'ng'iroq qilar, yuvinib, taranib maxsus yollangan taksida shahar chetida joylashgan saunalardan biriga yo'l olardik. Saunada massajchi niqobi ostida bir kunda 2-3 tadan mijoz qabul qilishga to'g'ri kelardi. Harom yo'l bilan topilgan pullar esa sauna egasi Nina va qizlarning o'rtasida teng taqsimlanib hamma o'z ulushini olardi. Sauna qo'riqchilari to ish kuni tugamaguncha ketishimizga yo'l qo'ymasdi. Shu tariqa oradan 6 oycha vaqt o'tgach, 1-2 so'm pul topgandan keyin uyga qaytishga qaror qildim. Har qalay pul olib kelganimni ko'rgan akam bilan kelinoyimning chehrasi ochildi. Ammo ulardan bu pullarni qaysi yo'l bilan topganimni yashirdim. Ota-onamni ham tikuvchilik sexida ishladim deb aldadim. Oradan kunlar o'tdi. Yotib yeganga tog' chidamas deganlaridek olib kelgan pulimning ham tagi ko'rinib qoldi. Yana chet elga otlandim. Ketayotganimni ko'rgan sinfdosh dugonam Mahbuba ham menga ergashdi.
U eng yaqin dugonam, juda aqlli qiz edi. Sinfda hammamizdan yaxshi o'qiganiga qaramay, omadi chopmadi. O'qishga kira olmagandi. Uyda bekor o'tirgandan ko'ra 1-2 so'm pul topsam, onamga yordam bo'ladi. Bo'sh vaqtimda esa o'qishga kirishga tayyorlanaman dedi u soddalik bilan. Uni yo'ldan qaytarishga harchand harakat qilmay, senga bu ish to'g'ri kelmaydi demay, u ko'nmas, o'z qarorida oyoq tirab turib olgandi. Rozi bo'lishdan o'zga choram qolmadi. Onasi ham menga ishongani uchun ruxsat bergandi. Ishning hadisini olganimdan bu safar Ninaning oldiga borishni istamadim, chunki u berahim ayol edi. Bir kun ham dam bermay ko'proq pul ishlashga majbur qilardi. Saunada ishlab yurganimda Sabina ismli qiz bilan tanishgandim. Sabinaga qo'ng'iroq qilib dugonam bilan borayotganimni aytdim. Yetib kelgach u bizni kutib olib ijaraga uy topib berdi. Mahbubaga sen 1-2 kun dam ol deb o'zim esa eski faoliyatimni boshlab yubordim. Turmushga chiqmagan dugonamni ham ifloslikka boshlayotganimdan vijdonim qiynaldi. Ammo topgan pulim ikkalamizning yeb ichishimizga yetmasdi. Xohlasam, xohlamasam uni yurgan yo'limga boshlashga majbur edim. U qaysi yo'l bilan pul topayotganimni bilgach mendan nafratlanishini, ko'rarga ko'zi yo'qligini aytib yig'ladi. Ammo orqaga yo'l yo'q edi. Mahbuba men bilan fohishalik qilishga ko'nmadi. U endi butunlay boshqa odamga aylangandi. Ochilib gaplashmas, juda zarur gapi bo'lgandagina gaplashardi. Uydagilari qo'ng'iroq qilganida ularni tinchlantirish uchun men bilan tikuvchilik sexida ishlayotganini aytdi. Ertalab navbatdagi mijozning qo'ng'irog'idan keyin o'zimga oro berib ishga otlandim. Mahbubani chaqirsam hech kim ovoz bermadi. Xavotirlanib xonalarni ko'zdan kechirdim. Vannaxonaning eshigini itarib ko'rdim, ochilmadi. Mahbuba deb chaqirdim, jimjit. Ko'nglim bir yomonlikni sezdi. Bor kuchim bilan vannaxonaning eshigini urib ochdim. Ochdim u dahshatdan tilim kalimaga kelmay qoldi. Yerda dugonamning jonsiz tanasi cho'zilib yotardi. Mahbubaning joniga qasd qilganini tekshirish uchun kelgan ichki ishlar idorasi xodimlari meni ham so'roq qildi. Bu yerlarda asli nima ish bilan shug'ullanganim fosh bo'lgach, mamlakatdan deportatsiya qilindim. Sharmandalarcha uyga qaytdim. Ota-onam meni oq qilishdi. Hozir har joyda ijarada yashab duch kelgan ishni bajarib yuribman. O'zim-ku mayli. Ammo yosh joniga qasd qilgan dugonam Mahbubani eslasam o'zimdan nafratlanib ketaman. Toshga aylangan qizlar haqidagi rivoyat yodimga tushadi. Rivoyat qilishlaricha, qadimda bir o'lkaga dushman bostirib kiribdi. Ular gullab yashnagan bu yurtni kultepaga aylantirishibdi. Shu yerlik qizlar tiriklayin dushman qo'liga tushsak nomusimizni toptaydi. Yuzi qora bo'lgandan ko'ra o'lganimiz ma'qul. Bizlarni toshga aylantirib yaratganga iltijo qilishibdi. Ularning ohu faryodi, iltijolari ko'kka yetibdi. Or nomusini hamma narsadan ustun qo'ygan qizlar toshga aylanishibdi. Mahbuba ham harom yo'lga kirgandan ko'ra o'limni afzal ko'rdi. Men esa arzimagan pul uchun nomusimni sotdim. El yurt oldida yuzim shuvut bo'ldi. Erimning uyida yegan kaltaklarim, ezilganlarim bu voqealarning oldida hech nima bo'lmay qoldi. Agar sabr qilganimda, erimdan shirin gapimni, ozgina mehrimni ayamaganimda, balki uning ko'ngli yumshab hozir baxtli yashayotgan bo'larmidik. Qaynonam zug'um qilganda tilimni tiyib oyijon deb yelib yugurib xizmatini qilganimda, bu kunlar boshimga tushmasmidi? Endilikda erishganim el yurt orasida buzuqi degan sharmandali nomgina xolos. Juda qattiq afsusdaman. Lekin ming afsuski, singan kosani qayta tiklab bo'lmaganidek, sha'nimga tushgan bu dog'ni bir umrga yuvib tashlay olmayman.